Bu qonun ustuvorligi deymiz, boshqa deymiz. Qonun ustuvorligini ta'minlaydigan insonlarni o'zi qonunni buzsa, qonunga bo'ysunmasa, qonun ustuvorligi qayerdan bo'lsin? Qayerdan bo'ladi? Qonun ustuvorligi. Mana ichki ishlar. Qonunni buzib o'tiribdi. Davlatni qonunlarni haqorat qilgan, davlat qonunlarini so'kkan odamlarni himoya qilib o'tiribdi. Uni rahbariyati tekshirmaydimi? Senga mana bu murojaat yuklatilganda ijrosi demaydimi? Babayev Zafar Shohdan bir 50 martalar so'radimi, 100 marta so'radimi murojaatimni? Qayerdagi soxta ariza, u haqiqiy arizaligiga ham ishonmayman. Chunki rezolyutsiyasi yo'q. 3 son IIBni shtamp pechat turibdi. Men uni tekshirib ko'rdim. Na boshqarmada rezolyutsiya registratsiya bo'lgan, na 3 son IIBda yo'q. 27-chisiyoda yozilgan ariza. Qolaversa u 22-chisiyoda mendan tushuntirish xati so'radi. Bu qanaqa zamonga kelib qoldik-a? Qanaqa zamonga? Nima u puli bor degani bu qonun ishlamaydi deganimi? Xuddi bir kambag'allik bolasi bir ish qilib qo'ysa jinoyat-u, boyni bolasi qilib qo'ysa sho'xlik deganday bo'lyapti-da. Shunday bo'lyaptimi endi? Hozir Urgut rayonida, umuman Samarqand viloyatida shu narsami? Nechtada murojaatlarim, menga javobi ham kelmayapti. Nima bo'ldi ular? Murojaatlar to'g'risidagi qonunda nima deb qo'yibdi? Nima keragi bor qonunlarda? Agar ishlamaydigan bo'lsa, chiqarmanglar undan ishlamaydigan bo'lsa qonunlarni. Qonun ustuvorligini ta'minlab qo'yinglar, chiqaradigan qonunlaring ishlashini bir ta'minlab qo'yinglar. Men aybdor bo'lsam, men javobgar bo'lsam, mana javobgarlikka tortinglar. Mana shu sen noto'g'ri qilgansan, sen aybdorsan, sen qonun buzgansan deb meni javobgarlikka torttiringlar. Men qonun buzayotgan bo'lsam, yoki qonun buzayotganlar jazoga tortinglar. Va 2 oy bo'ldi arizamga murojaat qilib chiqqanimga tuman ichki ishlar boshlig'i Qo'ziyev Ma'ruf Mardonovning nomiga ariza yozganimga 2 oy bo'ldi. Men bir nusxasi o'zimdan ham turibdi. Qabul qilib olganligi. Lekin haligacha javobi berilmadi. Nima sababdan? Nimaga javobi berilmaydi uni?